Koftani sizlardan zo'r qilaman men. Ishonasizmi yo'qmi? Ko'rinishi yomon emas, lekin meniki bundan zo'r. Okey. Hozir sizlar battle qilamiz. Koftechi Yusufga keldi. Kofte Baysaliq, Burman Koftechi Yusuf battle qilamiz kofte bo'yicha. Okey, ishqoqmi? Men sizdan zo'r qilaman kofteni. Vizif tashiyman, birga bir kofte qilishamiz. Bunaqa atmosferada koftechi boshqacha ketyapti. Devam kofteni qaranglar. Sulu koftelar. Okey, qanaqa ekan mazasi kofteni? Zo'rmi? Boshqacha bo'lyapti. Dengiz oldida o'tirib, koftelarni yeb, koftedan yeb turinglar. Sulu. Hamma ustalariga vizif tashadim, ustalariga. Sizlardan zo'r qilaman deb aytdim. Kofteylar qimmat ekan ham, men shuning qimmat juda ham. Qarochi, keyin safar kelaman, tayyorlanib turinglar. Kofteylarni ustidan ishlaylar. Hazillashaman deydi do'stlar. Kofteni nomer 1 ni Turkiya bo'yicha Koftechi Yusuf. Kim yeb ko'rgan? Yeb ko'rganlar kommentariyaga yozinglar va Koftechi Yusufga bitta lo'qki like bosib qo'yinglar.